Dinimiz yaxshi niyatlar va yaxshi amallar dinidir. Musulmon kishi yaxshi niyatli, solih amallar qiluvchi saodatlik insondir. U niyati orqali hayotining har nafasini, har bir harakatini Alloh uchun ibodatga aylantiradi. Iymonli banda shundayin baxtliki, u dinimiz ko'rsatmalarini bajara borib niyatini ularga moslab hayot kechirsa, uning oddiy turmushi ham ibodatga, oxiratda ajr mukofotlariga erishish imkoniyatiga aylanadi. Bir hadisi muborakda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Niyatul mu'mini xayrun min amalihi ravahul Bayhaqiyyu. Mu'minning niyati uning amalidan yaxshidir. Imom Bayhaqiy rivoyati. Bir yaxshi amalni qilaman deb niyat qildi. O'sha ishni amalga oshirolmasa ham bu insonga savob yoziladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadilar: Alloh taolo farz etgan amallarni ado etish eng afzal amaldir. Alloh taolo harom etgan amallardan qaytish parhezkorlik diyonatdandir. Bu Alloh taolo huzuridagi narsalarda to'g'ri, rost niyat qilishlikdir. Demak, bizning qilayotgan amallarimizda va xolislik bilan ado etayotgan xizmatlarimizda ixlosning ahamiyati juda katta. Ya'ni dunyoviy ishlarimizni yaxshi niyat va ixlos bilan bajarib ibodatga aylantira olamiz. Xuddi shuningdek, ixlossiz qilingan ibodat sababli ajr savobdan benasib bo'lib qolish ham mumkin. Bizdan oldingi o'tgan ajdodlar niyat qilishni o'zlarining farzandlariga oylab o'rgatganlar. Har bir amalda niyat qilmoqlik muhim. Alloh taoloning yo'lida qilingan yaxshi amallarimizda, xalqqa qilingan ixlos bilan qilingan xizmatlarda niyatni to'g'rilashlik bilan ajr mukofotga erishiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qildilar: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah va man yassara ala mu'sirin yassarallohu alayhi fid dunya wal akhirah va man satara musliman satarahullohu fid dunya wal akhirah wallohu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi ravahu Muslimun. Kim bir mu'mindan dunyo g'am tashvishlaridan bir g'amni ketkazsa, Alloh undan qiyomat kuni g'amlaridan bir g'amni ketkazadi. Kim bir qiynalgan kishiga yengillik qilsa, Alloh unga dunyo va oxiratda yengillik qiladi. Kim bir musulmonning aybini berkitsa, Alloh taolo dunyo va oxiratda uning aybini berkitadi. Banda o'z birodariga yordam qilsa, Alloh taolo unga yordam qiladi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni Yamanga yuborayotganlarida: "Ey Allohning rasuli, menga tavsiya bering" dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam: "Diningda xolis bo'l, shunda ozgina amal ham senga kifoya qiladi" dedilar. Imom Hokim rivoyati. Inson iymonini nafsining vasvasasidan, toatini riyoga olib boruvchi narsalardan poklasa, ixlos bilan qilgan ozgina amali ham unga kifoya qiladi. Savban roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitganman: bandalariga shodlik bo'lsin, ular hidoyat shamchiroqlaridir. Har qanday zulmatli fitna ulardan zoil bo'ladi. Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan. Inson
amallarini shirkdan, riyodan poklasa, ichki dunyosini isloh qilsa, muxlis bandalardan bo'ladi. Muxlis bandalarga oxiratda ko'zni quvontiradigan shodliklar va'da qilingan. Ular odamlarni to'g'ri yo'lga, hidoyat yo'liga chorlovchi hidoyat mayoqlaridirlar. Allohga bo'lgan ixloslari tufayli u zotlar dinlarida hech qanday fitnaga uchramaydilar. Abu Umoma roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh azza va jalla faqat xolis amalni, o'zining yuzini istab qilingan amalni qabul qiladi dedilar. Demak, har bir qilingan amal xolis bo'lmog'i, u bilan Allohning roziligini istab qilingan amal maqbuldir. Imom Nasoiy rivoyatlari.